viloyat balki respublika xalqaro ko'rik tanlovlarida ham yuksak marralarga erishib kelmoqdalar. Shu Yozyovonda musiqa maktabida ham bo'lishni orzu qilganimizda Akram aka haqiqatdan ham shu Yozyovonda farzandlari ham bizni bolalarimiz ham ulardan kam joyi yo'q deb shunda mana Xudoga ming qatla shukrki bizni o'quvchilarimiz ham mana respublikadagi shu 300 dan ortiq musiqa maktablarining ichida eng oldingi saflarga chiqdi bugungi kunda. Boshimiz egib